İyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O onasimi bu? Yo, o'sha qiz o'zi. Yaman ketdi. Hey, to'xta. Ayrim qizlar uzoqdan shunaqa ko'rinadi. Ishon bu yaqindan ham shunaqa xunuk. Yo'q, hey, bo'yanmagan. Bo'yanmagan luboy qiz shunaqa xunuk ko'rinadi. Kelinglarmi? Bu bo'ladi. Hey, kelining jinnimisan? Yaman ketdi Hey, meni. to'xta. Opasi ham chiroyli. Bu bo'yangan. Voy, o'g'rimisanlar? Yo, bizdan o'rmas. Sovchilarmiz, assalomu alaykum. Sovchilar. Voy, kechasida. Qanaqa sovchilik? Oy, o'g'luring, opamga kelishibdi, o'g'irlab ketishmoqchi. O'g'irlab ketishmoqchi. Boshqa variantingiz bormi? Ha, bolalarim, faqat ehtiyot bo'linglar. Yo'q, hammasi cho'tki. Olib chiqib ketayotganda boshiga ehtiyot bo'linglar. Yo, akkuratda qilib shunaqa Ha, qo'yib cho'tki. Mashta tur jinnimisan? Men ketdim, uxlayman. Uxlavering, yaxshi dam oling. Yaxshi dam olinglar. Bo'ldi, oy, siz kiravering. Hop. Mayli jura, sani baxting uchun adushi. Ko'chada kutib turaman. Hey, Qah ketili. Mana hayotim senlarga egirishgami? Qiyroq ketibsan, mana uyingga olib ketmaydi qo'yay. Qiy qolib ketdi buni. Asrochkam opamni 3-4 uylari, 5-6 mashinalari, zavodlari borligini eshitib, o'zim uylanaman deb olib ketib qoldilar. Yangangni tushiray. Yangangni tushiray. Hey, bizdan olib ketilingan buyumlar qaytarib olinmaydi. Yuring, kiring. Qaytarib olib kelib qolsa nima Olib qilamiz? kelmaydi, yuring, kiring. Bekor shu ish qildik-da, Asroch aka. nimaga? Ertaga opamning hech narsasi yo'qligini bilib qolsa o'rtog'ingiz, nima bo'ladi? U narsani bilgunicha to'yi bo'lib baxtli bo'lib ketgan bo'ladi. Baribir bekor qildik-da. Unichi shunaqa aldab uylantirmasa, uylanmaydi u iflos. Yuraveradi so'qqa bosh bo'lib. Yoshlar baxtli Ilohim bo'lib amin. ketsinmi? Qo'sha qarib, uvali juvali bo'lib, ser farzand, ser davlat bo'lsin. Amin Amin. Allohu akbar.